Ko'rib turgan nabor prokladkali FAV T80 avtomobiliga Sherzodbekga yana bir avtomobil motor muammosi bilan kelgan. Ustani o'zlaridan so'raymiz. Sherzodbek, Oke. nima muammo bilan keldilar akam? Xo'p, bu akamizni klapan siqilib qolish muammosi bilan kelganlar. Bu akamizga qilib berayotgan ishlarimiz, xo'p, yangi klapanlar qo'yamiz, chunki bitta-ikkita klapanlar kuyib ketgan ekan. Xo'p, keyin to'kirga borib telarini tekislattirdik. Xo'p, yangi klapanlar qo'ydik. Направляющийларni o'ynab yotgan ekan, направляющийларni alishtirdik. Keyin klapanlarni chaqlab, uchlarini tachit qilib, zazorlarni o'lchab, chiroyli qilib yig'ib beramiz, xudo xolasa. Nima sababdan bunaqa muammoga uchraydi mashinalar? Xo'p, klapan siqilib qolishi aslan gazdan bo'ladi. Gazda yuradigan mashinalarda vaqt soati kelib, siqilib qoladi. Vaqt soat kelib, siqilib qolish muammosi bo'ladi. U muammo bo'lganda mashina svetoforlarga kelganingizda gazda o'chib qolaveradi. Tortishi bo'g'ilib qoladi. Masalan, benzinda yurgan paytingizda ham tortishi qanaqadir bo'g'ilib qoladi. Ertalab zavat bo'lishlari og'ir bo'ladi. Shunaqa muammolar bo'ladi. tushunarli. Gazda yuradigan akalar mashinalarda agar mana shunaqa klapan siqilib qolish vaziyatlari ishlar bo'lib qoladigan bo'lsa, bemalol Changan Center kelesi filialiga olib kelsanglar, Sherzodbek ustamiz ishinglarni chiroyli qilib bitirib beradilar.